eshak deyman, uxlayman, eshak deyman, otam uchun ham eshak deyman. Ha uylan deb hamma ziqvordi. Xohishim bor, lekin sharoitim yo'q. Sharoitim bo'lsa ham normalniy qiz yo'q. O'rtoqlarim uylangan, halovati yo'q. Vobshe tinchi yo'q, erkinligi yo'q. Ikkita yostig'im bor, lekin xotin yo'q. Uylanganlarga maza doim qorni to'q. Men bechorani esa saftirigim yo'q. Betim ham yo'q, testosteron yo'q. Yuzimga ugli toshgan. Jo'ram aytadi bu garmonalli deb. Uylansang yuzing silliq bo'ladi. Uglini uylanishga nima aloqasi bor? Stalbada lampochka bir kun pil qilarkan. 30 yoshga to'lganingda lampochkang ham kuyakan. Shu uchun ham vaqtida uylanish kerak ekan. Bu qo'shiqni bo'ydoqlarga jo'natish kerak ekan. Uylan, ho'kiz, baxting bo'lar to'kiz, Nima ye? Nima ye? Boydan beri ye deysan, nima ye? Sifat shirinligidan yegin trendda-yu bu o'rtoq, ye. Bundan yeyman. Bu bo'ydoqni joniga oro kiradigan sifatku.